qizlarjonlar. Kechadan oldin kuni telefonim mamnutga shtativ mamga qo'yib qo'ygan edim. Telefonimni olib o'tdim. Qizim mamda o'ynab o'tirdi. Telefonimni olgan paytimda men bu xom taxtani uchkur mana bu joyiga, mana bitta bilan tushdi-da, taqitib tushdi-da, keyin gruppada ham zakaz olayotgandim. Zakaz olayotgan paytimda, короче, tushib ketdi. Miyamga kelib qolgani, klientlardan уже pul olganman, ikkita odamlardan. Sirad xo'jayinimga kirdimda, hali ekranim sariq bo'lib turdi, qoraymagan edi. Yugurib kirdim, telefoningizni bering, telegramni ochib olay dedim. Keyin telegramni nimaga dedilar? Telefonimni dedim, ekrani ketdi dedim. Shartta telegramimni ochdim, ochib bo'lganimdan keyin уже qorayib ketdi, ekranim qorayib ketdi. Shu bilan klientlarning zakazini ertalab qazvordim. Nima qilamiz, xo'jayinim 3 ta odamdan surishtirdi, 3 ta 4 ta odamdan. Muhammad, o't bu yoqqa bolam, kecha taxlaganman. Keyin 3 ta 4 ta odamdan surishtirdilar. Pulingiz bormi, olib bera olasizmi, kubga desalar. Keyin yo'q, hozir emas, keyingi yanvarda pulim bo'ladi. Hozir keladigan joyi bor, lekin hozir pulim yo'q deb aytishdi. Короче, u bo'ldi, bu bo'ldi. Nima qilamiz? Tillalarimni sotaman dedim. 14 ur ishlatgim kelmayapti dedim. Lekin hozir mana 14 da videoga olyapman. Chunki bunda hali video montaj qiladigan narsalarimni hali yuklamadim. Yuklasam, polnunga sпрос berib, Oyjongami, xo'jayinimgami beraman telefonimni. Xullas, shunaqa narsa bo'ldi. Bu telefonimni ham 3.700.000 gami ekran qildirdik. Shunaqa bo'ldi. 3.700.000 ga ekran qildirdik. O'zini zavodskoy ekrandan qildirdik. Ana sotuvda bor ekrandan emas. Yaxshi ekran, qimmat ekran qildirdik. Короче, $1850 bu telefonni olgan bo'lsam, 3.700.000 ga 14 Pro Max'ni oldim. Sizlarga har doim video oladigan telefonim 14 Pro Max edi. Endi xudo xolasa bundan keyingi videolarim 17 Pro Max bo'ladi. Xullas, tillalarimni oldim, sipochkamni oldim, bitta komplektim bor edi, bitta uzugim bor edi, o'shalarni olib borib sotdim. O'zim ham ozgina pulim bor edi, o'shani qo'shdim. Shu telefonni oldim. Qizlar, birovi soxta hayotiga ishonmanglar. Nima deydi? Hamma ham gapiraveradi. Erim olib berdi, erim sovg'a qildi, boshqa balobatlar. Kimnidir hayotiga havas qilib, o'zinglarnikidan olib qo'ymanglar. Men lично birovni hayotiga havas qilmayman. Birovni hayotini gapirmayman. Gapirishim mumkin, qaysi tarafini xotin birga biznes qiladiganlarni aytishim mumkin. Xo'jayinimga что, qarang, bular birga kelishib yo birga hazil-huzur qilib, atak boshqa narsani men nolimayman. Uni uyi mana bunaqa ekan, buni uyi mana bunaqa ekan. Chunki meni kamsitadiganlar ham bor. Darvozamni qo'ysa, zanglagan darvozangni ko'rsataverasanmi deb aytishadiganlar bor. Zanglagan darvozamcha borman, qizlar. Men uyimdagi mana misol devorlarimda yorug'larim bor. Mana bu zalimizda misol yorug'larim bor. Uyalmayman, qizlar. Yashashga boshpanam bor. Ustimni men avratimni yopib turgan kiyimim bor. Ikkita shirindan shakar farzandim bor. Ota-onam sog' salomat, Allohga shukr, ota-onam bor. Qaynona qaynotam bor. Tog'dek suyanadigan ukam, akam, xo'jayinim bor. Opam bor. Boshqa nima kamim bor? Qarindosh urug'larim. Qizlar, xullas, baxtli bo'lish uchun hashamat kerak emas. Hamma hashamatlar ham baxtli emas. Qizlar, ko'pchilik so'ragan edi, korobkalar nima qilasiz? Musorga tashlab yuborsiz, bo'lmaydimi deb. Qizlar joylar, bu yoqda mana vaziyatlarimga korobkasi bor. Bir ikkita odamlardan misol korobka so'raganman men. Nimaga? Men bu naborlarimni men korobkada chiqazaman. Har bir klientga 3-4 ming arzon borsin deyman. Surxondaryo, misol Qoraqalpog'istonga 50 ming bo'lib ketadi pochta puli. Pochtadan chiqaraman, pochta puli 50 ming bo'lib ketadi. Bolam, tiyma qoch. Kel, ma. Pochta puli 50 ming bo'lib ketadi, qizlar. O'shaning uchun har 3-4 ming arzon bo'lsin deb bu yoqqa men korobkamni yig'ib qo'yganman. Bu korobkani boshqa shopchilar o'tirmaydi uyda mana bunaqa xuniydan qilib. Lekin men olib o'taman, shu klientlarga arzonroq bo'lsin deb. Qizlarjonlar, xo'p, qaranglar. Men sizlarga yangiligim bor. Men o'zimni xursand qildim. Endi sizlarni ham xursand qilaman. Xudo xolasa, men bitta 100 ta bolam bosib tashlayapti-da, tupakovkaliku. 100 ta pijamalarim, pinovarlarim, har xil pijama, pinovar. 99 mingdan sotilgan pinovarlarni sizlarga zo'r skidkalar qilib beraman. Xudo xolasa, bundan keyingi videolarimni ko'ring.